Benim familiyam Allah berganim, adam Allah yar. Şu proktologiya xizmati bo'yicha 53 yil davomida bu ishlarni qilib yuribmiz. Chunki proktologiya xizmati oldin Xorazmda bo'lmagan. Buni umumiy xirurglar bizlar qilib yurganmiz. 86-yilda ilmiy ishlarimni tugatgandan keyin Xorazmda proktologiya bo'limini ochdik. 60 ko'ykalik. Ana undan keyin Xorazmda proktologiya rivojlana boshladi. Hozir juda ko'p qiziqadigan jarrohlarimiz bor. Yaxshi ishlarni qilyapti. Rahmat. Endi bu proktologiya to'g'ri ichakning distal qismida bo'ladigan kasalliklar. Ular bilmasdan biron bir nojo'ya sezgi bo'ladigan bo'lsa, bu gemoroy deb o'ylayveradi. Lekin u yerda 7 xil kasallik bor. Shuning uchun gemoroy bormi, oqmalar bormi, paraparatitlar bormi, treshina analni kanali deymiz, yoriqlar bormi, papillitlar, distalni poliplar deymizmi? Bular 7 xil kasal shu yerda joylashgan bo'ladi. Bularni masalan juda ko'p aholi o'rtasida uchraydigan kasallik bu bavosil, gemoroy degan kasallik. Buni kelib chiqishi bu har bir odamning o'ziga bog'liq. Ko'pchilik odam hojatga borganda, ulug' hojatga borganda uzoq o'tirib qoladi. O'zi me'yorida, normada 3-5 minut o'tirish mumkin, ruxsat qilingan. Ular 10-15 minut, yarim soatlab o'tirib qoladi. Natijada shu kavinozni tkani deymiz bizlar, kavaksimon to'qima joylashgan, bular qonga to'laveradi. Bu bir marta emas, 10 marta emas, ko'p yillar davomida. Keyinchalik shu yerda bavosil paydo bo'ladi, gemoroy paydo bo'ladi. Gemoroyning belgilari endi oldinlari 1-2 daraja deb aytamiz. Bularni operatsiya qilmasdan davolash mumkin. Bular shishning paydo bo'lishi, har xil nojo'ya diskomfort, shu yerda bir nojo'ya ta'sirning paydo bo'lishi, bu narsalar vaqtincha bo'ladi-yu, yuvinib yurgandan keyin o'tib ketadi. Shu vaqtlarda davolanmaydi, bemorlar mutaxassisga uchrashmaydi. Lekin u 3-4 darajaga o'tgandan keyin bemorlar keladi. 3-4 daraja deganimiz bu hojatga borganda qon oqishi, og'riqning paydo bo'lishi, shishning kattalashishi, ular o'zi 3-daraja deb aytamiz. 4-darajada bu doimo hojatga borsa ham og'riq ko'targanda, yo'talganda og'riq kuchayib, qonni paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu 3-4 daraja bavosilni davolashi faqat jarrohlik yo'li bilan uni olib tashlash kerak xolos. 1-2 darajasini agar vaqtida kelsa, uni konservativ davolash mumkin bo'ladi. Endi buni qanday qilish kerak, buni paydo bo'lmasligi uchun? Avvalambor toza yuvinib yurish kerak bo'ladi. Bu eskichasiga ham, yangichasiga ham shunday qilish kerak. Undan keyin 3-5 minutdan ko'p o'tirish kerak emas unitazda uzoq muddatda. Bular bo'lishi uchun masalan ichi qotadigan bo'lsa, xolasa, xolamasa yarim soatlab o'tiradi u. Ana shu ichi qotmasligi uchun, bu yerda diskomfort bo'lmasligi uchun buni normal turmush to'g'ri ovqatlanish kerak bo'ladi. Endi og'ir yuk ko'taradigan odamlarda bo'lishi mumkin. Buni ko'pchilik masalan buxgalterlarda yoki bo'lmasa shoferlarda bo'ladi deb aytishadi-yu, lekin meni 53 yil tajribamni o'rganib qarasam, bular sal noto'g'riga o'xshab qoldi. Masalan, buxgalterlar 60 yil ishlasa ham gemoroy bo'lmaydi. Chunki ular spokойно o'tiradi, hech qanday kuchanmaydi, nagruzka bo'lmaydi. Lekin unitazda ko'p o'tirganda kuchaygan nagruzka o'sha odamlarda bo'ladi. Bu boshqa holat o'zi, doktor. U boshqa holat. Ana shundan keyin bular bilmasdan hozir hamma jarrohlarimiz qilyapti, lekin imkoniyati boricha bu kasalliklarni hammasini
o'zini mutaxassisga davolanishi kerak. Ular yaxshi operatsiya qilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin har bir mutaxassisning o'zining kasbi bor. Qanday kelib chiqadi bu kasallik, qanday davolash mumkin. Boshqa davlatlarda men masalan Moskvada ilmiy ishlar qilib yurgan professor do'stlarim bor. Men telefonda gaplashib turaman. Qanaqa yangilik bor? Nima qilyapsizlar? Lazer bilan qilganimiz tuzukmi yo eski usul bilan qilganimiz tuzukmi? Ular hammasi gaplashib turamiz bizlar. Lekin hozirgi vaqtda lazer bilan koagulyatsiya qilish bu eng bir effektiv, foydali usullardan biri. Bizlar bu elektroxirurgik apparatni olib kelganmiz. Shu bilan qilamiz. Koagulyatsiya bu hech qanday retsidiv, to есть qaytalash imkoniyati yo'q. Chunki 400 gradus issiqlik beradi. U tomiri bilan kuydiradi. Ana shuning uchun agar kesib eski usul bilan qiladigan jarrohlarimiz bo'lsa, ehtiyot bo'lsinlar. Ko'proq tikiversa haligi tora chiqadigan joy torayib qoladi, pektinoz deb aytamiz. Keyin operatsiya bo'ladi. Shuning uchun endi o'zlari yaxshi tushunadi, u gaplarni o'zlari yaxshi biladilar. Doktor, endi men sizga shu yerda bir savol bersam, chunki hozir sizni tushuntirib turgan narsangizni faqat bu usuldan, bu operatsiyadan foydalanganlar biladi, boshqalar bilmaydi. Hali oramizda shu og'riqlar bilan og'rib yurgan, jur'at topilmagan o'zida, chunki katta operatsiya deb o'ylashlari mumkin. Masalan, men hozir shuni deb o'yladim. Bu gemoroy operatsiyasini uzoq vaqt davom etadigan, davomiy qo'rqinchli bir operatsiyalardan biri deb o'yladim, lekin aslida unday emas ekan, doktor. Bu gemoroyni operatsiyasi, to'g'ri ichak oqmani operatsiyasi, anal kanalining yorilishi, treshini, anal kanali bular eng ko'pi bilan 5-7 minut operatsiya jarayonida davom qiladi. Ana operatsiyadan keyin 15 minut yotqizib qo'yamiz. 15 minut yotqizishimizga sabab chunki lidokainni mahalliy og'riqsizlantirish qilganimiz uchun bu lidokainning ta'siri o'tib ketguncha boshi aylanmaydigan vaqtda keyin turib bemalol agar shofir bo'ladigan bo'lsa mashina haydab ketaveradi. Yotmaydi shunday, umuman bir kunlab ham yotmaydi. Ambulator kichik invaziv operatsiya deb aytiladi. Hozirgi vaqtda butun rivojlangan davlatlarda dunyo bo'yicha bu lazerni koagulyatsiya qiladi. Endi ayrim o'rtoqlarimiz kesadi, mayli o'zlari biladi. Demak, sizlar aynan bizlarni 60 yillik stajga ega bo'lgan doktorimizdan eng oxirgi zamonaviy uslublardagi mini 5-7 minutdan davom etiladigan operatsiyalardan foydalanishlaringiz mumkin va bu darddan 5-7 minutning ichida xalos bo'lasizlar. Bu yerda ozgina vaqt o'zi shu yerda yotadilar ekan, yana shu yerda qo'ychangizda, уже bemalol turib yana ishdan chiqib ketishi mumkin ekan. Rahmat doktor, ajoyib ma'lumotlar edi. Men kabi qo'rqadigan insonlar uchun ham bu zo'r ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Men vrach-urolog Matmurodov Bekzod Endomet klinikamizda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bizga asosan keksa yoshdagi bemorlarimizdan murojaatlar bo'lmoqda. Bular qanday kasalliklar? Ya'ni prostata bezi kasalliklari, ya'ni boshqa kasalliklar, masalan, sidik tosh kasalliklari asosan murojaatlar bo'lmoqda. Bularning asosiy davo yechimi operativ yo'l bo'lganligi sababli ko'pchilik bemorlarimizda bularni amalga oshirish uchun mablag' tomonlama qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Buning yechimi sifatida bizda Endomet klinikamizda buni besplatniy operatsiyalar yo'lga qo'yildi. Ya'ni bu qanday amalga oshiriladi? Bu quyidagi toifaga kiruvchi insonlarda bu besplatniy operatsiyalar amalga oshirishimiz mumkin. Birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, 18 yoshga to'lmagan bolalar, davlat tomonidan tasdiqlangan ayollar daftarına kirgan ayollar, 41-45 yillar urush qatnashchilarida jarohatlangan keksalar yoki shularga tenglashtiruvchi shaxslar, afg'on qatnashchilari bizda shu toifaga kiruvchi shaxslar besplatniy operatsiyalar yo'lga qo'yilgan. Bunda barcha tekshirishlar, operatsiyalar mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Shunda sizlarni Endomet klinikaga kelgan vaqtimizda yoki Surjumetning asosiy klinikasiga borgan vaqtimizda ham aytib turgan bemorlaringizga xizmat ko'rsatishingiz mutlaqo bepul bo'ladi.
Quyidagi toifaga kiruvchi shaxslarni barcha tekshirish operatsiyasi haqiqatan mutlaqo bepul amalga oshirilmoqda. Doktor yine qarang, indi mesela hozir buni bepul yo'lga qo'yibsizlar, lekin ma'lum bir muddatdami yoki shu yilning oxirigacha yoki 2026 yil ham kuzatiladimi buni? Bizda bu besplatniy operatsiyalar davlat tibbiy sug'urta tomonidan amalga oshiriladi. Shu toifaga kiruvchi insonlar bizga murojaat qilib keladi. Biz ularga o'zim yo'l yo'rig'ini tushuntirib, qanday amalga oshirish haqida ma'lumot beramiz. Bu davlat tibbiy sug'urtasidan amalga oshiriladi. Ajoyib. Yine yo'lga qo'ygan narsalaringiz. Menimcha bu video obzorimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi va yine doktorlarimiz yanına gelip bemalol bepul xizmatlardan foydalanishlaringiz mumkin. Rahmat doktor, ma'lumotlar uchun. Sizga ham katta rahmat. 23 çislo güne geldik. Ayakındaki pay üzülüşü bilen. Şükür rahmet, Xudayım doktorların ömürleri uzak olsun. Barana şükür. Nebirem ucu ayakka turuyatır. Xudayım ömürleri uzak olsun. Alekseynəm, Şerzatnam, hemen sestra kızlarımızdan. Halkımız için, şundi ballanın, şundi hayatını saklap kaçsın. Canküyer, şüfakarlarımız hemşe sağ olsun baktığımızda. Ömürleri uzak olsun. Rızıkları ziyad olsun. Hemşe yara yüzlü olsunlar.